Bu yılda kimlarni ranjitdik, kimlardan ranjidik? Bu faqat o'zimizga ayon. Yil atlasin, adovatlar atlamasin. Kechir aytinglar. Aziz qarindoshlarim, yangi yilga yangi qadam bilan kirayli. Yangi yilda barchaning boy bo'lishini umid qilaman. Biroq bu boylikning qimmatini pulga bog'lab olmang. Oltinning oldida yog'ochning qimmati yo'q. Lekin siz suvga cho'kib ketishga oz qolganda oltinni qo'yib yog'ochni tutib olasiz. Dunyoning ro'yiti boylikda emas, balki ko'ngil tinchligidir. Bu yildagi ba'zi ishlar, kishilar hammasi ketdi, tugidi. Endi oldingizga qarang. Yolg'ondan yiqin bo'lib olgan tulki mijoz, keyningizda g'ayvat qilib, oldingizda paxtadan oq, sig'izg'andan saq bo'lib olganlarni tashlab o'tib, sizni chin dilidan cho'ng bilganlarni qadrlang. Ota-onasi borlar qadrni qilsin. Ota-onasi yo'qlar sabr qilsin. Yangi yilda yangicha natijalar hammamizga nasib bo'lsin. 2021-yili sizning va mening hammamizning ko'ngildagidek orzu qilgan yili bo'lsin. Yangi yilingizga muborak bo'lsin do'stim. Yangi yilda ashu siz uchun jon fido qilgan, o'tingizda kuygan, suyingizda oqqan aziz ota-onangizni, jon-jigar qarindoshlaringizni yo'qlashni, asralashishni unutib qolmang. Ularning sizdan talab qiladigini faqat oddiy kulimsirash va hol-ahvol so'rash. Ularning mehri sizning turmushingizni go'zal qiladi. Qani do'stim, mazmunlarni eng yaqinlaringizga yo'llab, ularning yangi yilini muboraklang. Hammamiz yangi yilga mehr, muhabbat qalb bilan kiraylik.